Assalomu alaykum. Esse turlariga bag'ishlangan yana bitta mashg'ulotimizni boshlayman va sizga men aytgan edimki, essening qanday turlari borligi turli manbalarda turlicha berilgan va men sizga hozir aytmoqchi bo'lgan manba aslida Abdulla Avloniy nomidagi pedagoglarni kasbiy rivojlantirish va yangi metodikalarga o'rgatish Milliy tadqiqot instituti qoshida tuzilgan O'zMat loyihasi, ya'ni o'zbek tili malakasini aniqlash testi loyihasi doirasida qilingan mehnat hosilasi o'laroq paydo bo'lgan bir qo'llanma. Ana shu qo'llanma asosidagi turlari bu. Ya'ni bu loyihada xuddi IELTS qanaqa ingliz tilini bilish darajasi tekshiradigan bo'lsa, biz ishlagan O'zMat loyihasi o'zbek tilini qay darajada bilishingizni tekshiradigan ana shu testni ishlab chiqish bilan shug'ullangan edik. 8 ta testologdan iborat jamoa va ana shu bir yillik faoliyatimiz natijasi o'laroq biz oxirida bitta qo'llanma yaratgan edik. Ana shu qo'llanmada essening quyidagi turlari berilgan ekan. Ana shu qo'llanmadan oldim. Demak, birinchisi munosabat esse. Mazkur esse turida sizdan muayyan fikrga o'z munosabatingizni bildirish so'raladi. Ya'ni siz berilgan fikrga qo'shilmasligingizni va buning sabablarini yozishingiz, fikrlaringizni dalillar yordamida asoslashingiz, shuningdek esse so'ngida xulosa berishingiz kerak bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Bu yerda men aniq aytyapman sizga, shu fikrga qo'shilasizmi yoki yo'qmi? Bunga negaligini ayting, sabab keltiring, dalil keltiring va xulosa bering. Masalan, ba'zi insonlar jonivorlarni hayvonot bog'larida asrash ularga nisbatan adolatsizlik deb hisoblaydilar. Mazkur fikrga munosabatingizni bildiring. Demak, bu istalgan sinfdagi o'quvchi yoza oladigan mavzu. Bu kichkina bolalar ham yoza oladi. Ya'ni hayvonot bog'lari kerakmi yoki kerak emasmi? Agar bu narsa kerak emas aytsa, negaligini aytadi. Oldin sababini, keyin unga misol keltiradi. Masalan, men o'tgan yili hayvonot bog'iga borganimda, aytaylik, jonivorlarning juda ham ozib ketganligini ko'rgan edim. Ularga rahmim kelgan edi shaklida. Va oxirida xulosa berish kerak. Men hayvonot bog'lari tugatilish tarafdoriman yoki yo'q, hayvonot bog'larini saqlab qolsak bo'ladi, uning foydali taraflari bor deb xulosa qilasiz. Ikkinchisi, muhokama esse. Essening bu turida sizga muayyan mavzu, vaziyat, holatning ikki jihati beriladi. Sizdan har ikki hukmga shaxsiy munosabat bildirish, ya'ni u tarafni ham yoritasiz, bu tarafni ham yoritasiz. Fikrlaringizni dalillash, hayotiy misollar keltirish talab qilinadi. Essening xulosa qismida esa ikki fikrdan qaysi biriga qo'shilishingizni bayon qilishingiz kerak. Ya'ni siz ana shu aytayotgan ikkita fikrni yo u taraf yo bu tarafiga o'tib olishingiz kerak. Masalan, ba'zi odamlar bolalar ta'limida va tarbiyasida ustozlar qattiqqo'l bo'lishi kerak deb hisoblaydilar. Ayrimlar esa aksincha bolaga erkinlik berish tarafdori. Har ikki fikrga munosabat bildiring va o'z xulosangizni bayon qiling. Demak, siz qattiqqo'l bo'lsa nima bo'ladi-yu, ustoz qattiqqo'l bo'lmasa nima bo'ladi? Ikkala tarafini ham tahlil qilib chiqishingiz kerak bo'ladi. Keyin bittasini tanlang. Yo qattiqqo'llikni tanlang yoki aksincha qattiqqo'l bo'lmasligini tanlang. Keyingisi muqoyasa esse. Muqoyasa qiyos so'zdan taqqoslash so'zi olingan, compare qiladi. Bu turdagi esseda sizdan muayyan holat, vaziyat, narsaning ijobiy va salbiy jihatlarini o'zaro qiyoslash talab qilinadi. Demak, siz endi ikkita narsani solishtirmayapsiz, bitta narsaning ikkita jihatini solishtiryapsiz bir-biriga. Bunda berilgan narsa holat yoki vaziyatning oldin ijobiy, keyin salbiy jihatlarini keltirib, dalillar va hayotiy misollar yordamida asoslashingizni tavsiya qilamiz. Masalan, aksariyat ta'lim muassasalarida o'quvchilar uchun yagona forma joriy qilingan. Buning ijobiy va salbiy tomonlarini yoriting. Mana o'quvchilar bajonida yozadigan mavzu shu. Va keling sizga mashq tariqasida berib ko'raman. Bu 10-sinf ona tili kitobida berilgan esse turi. Quyidagi vaziyat asosida esse yozing. Essega chiroyli sarlavha toping. Odamlar hayotini yanada zavqli qilish uchun ixtiyoriy xarajatlarni ko'paytirib yuboradilar. Ixtiyoriy xarajatlarning ijobiy va salbiy jihatlarini muhokama qiling va o'z qarashlaringizni esseda ifodalang. Ya'ni ko'p pul ishlatishni deyilgan, ortiqcha pul ishlatishni, ko'p xarajat qilishni yaxshi taraflari nimada, salbiy taraflari nimada. Demak, bu muqoyasa essiga to'g'ri keladi. Ya'ni biz bitta narsani ikkita jihatini bir-biriga solishtiryapmiz. Yoki bu kichkina sinflarda adashmasam 6-sinf ona tili kitobida edi. Rasmlarga qarang, muhokamaga sabab bo'ladigan mavzu yuzasidan o'z xulosalaringizni asoslab esse yozing va 3 xil rasm berilyapti. Yong'in kelib chiqishining ko'proq sababchisi bolalar bo'ladi. Chunki siz fikrni davom ettirasiz. Yoki yong'in kelib chiqishining kattalar ham, bolalar ham teng sababchi bo'lishi mumkin bunga deysizda.
fikrni olmaydirasiz. Nega shunaqa deb o'ylaysiz? Yong'in kelib chiqishiga ko'proq kattalar sababchi bo'ladi deysizda va nega shuni o'ylashingizni aytasiz va bu munosabat esa, ya'ni siz bitta narsaga munosabatingizni bildiryapsiz. Va agarda sizga essiya haqidagi qaysidir ma'noda tushunchaga ega bo'lishingizga yordam bergan bo'lsam, bundan faqat xursandman.